Assalomu alaykum azizlar. Bugungi kunda ko'pchiligimiz bilamiz, Telegramlar buzilib, qandaydir virusli narsalarni boshqalarga jo'natib, sizni Telegramingizga buzib kirgan holatlar juda ko'p bo'lyapti. Shuni bugun bartaraf qilishni o'rganamiz. Uning uchun biza Telegramimizga kirib, настройка bo'limiga kiramiz va конфиденциальность ko'rib turibsizlar, qulfchani rasmi va ana shunga kiramiz. Va yuqoridan sanaganimizda 3-si облачный parol degan narsa turibdi. Ko'ribmiz. Ana shunga bosamiz. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu yerda ustanovka qilinmagan net deb turibdi. Ana shuni bosamiz. Xo'p, ustanovkani bosamiz va bu yerda yozishingiz kerak bo'lgan narsa shunday bo'lishi kerakki, faqat sizlar bilasizlar. Ya'ni birinchi kuchuginglarning ismimi yoki mushuginglarning ismimi, birinchi ustozingning ismimi, shunga qarab biron bir narsani yozasizlar. Har kirganinglarda, ya'ni boshqa telefondan kirganinglarda sizlarga shu savol beriladi. Men bu yerda yozishim kerak bo'lgan, sizlar uchun prosta ko'rsatib beraman. Biron bir ism yozishim mumkin. Misol uchun Fatima deb yozib ko'ramiz hozir. Xo'p, sizlarga ko'rsatish uchun yozamiz. Demak, Fatima ikkinchisiga xuddi shuni yozamiz. Fatima. Endi kelgan создать parolga kiramiz va bu yerda подсказка deyapti. Не обязательно deyapti. Ну, подсказка yozganinglar yaxshi. Ya'ni birinchi ustozingning ismi va продолжить qilamiz. Elektron pochta kerak bo'ladi. Bu yerga o'zimizning pochtamizni yozamiz albatta va pochtaga bizaga parol jo'natadi. Misol uchun men hozir o'zim pochtamni yozyapman. Yozganimdan keyin va menga hozir mana ko'rib, mana shunday holat bo'ladi. Qaytib kirib, bu yerdan men o'zimga kelgan kodni olaman. Skopировать qilaman, ko'chirib olib, yana qaytib Telegramga kiritaman. Kiritganimdan keyin parol ustanovka qilindi deyapti. Demak, har doim siz boshqa ustroyство, ya'ni boshqa telefondan, kompyuterdan, planshetdan kirganingizda ana shu savol sizga beriladi. Xo'p, demak, azizlar, sizlarga ko'rsatish uchun men o'zi Telegramdan chiqib ketdim va nomerimni qayta terib kirib sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bu qanday ko'rinishda bo'lishini. Ya'ni ba'zilar adashib qanday kirishni bilmay yurgan bo'lsa, qanday savol berilishini bilmayotgan bo'lsa, hozir shularga ko'rsatib turaman. Mana ko'rganinglardek, birinchi ustozingning ismi. Demak, buni faqat sizlar bilasizlar. Shunaqa savol yozishingiz kerakki, faqat o'zingizlar biladigan bo'lishingiz kerak. Men bu yerga demak o'sha Fatima deb yozdim va Telegramimga kirib ketdim, azizlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar.